Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ekta qil. Mana azizlarim, sizlar uchun Beruniy mahallasidan 4 sotiqli hovli topib qo'yganmiz. Arentriga keladigan bo'lsak, shundoq Dukent yo'ldagi chap qo'ldagi vulkanizatsiyadan 50 metr ichkariga kirganda, qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda mana ko'rib turibsiz, uzungina bir ikkita mashina sig'adigan darvoza xonalari kutib oladi. Undan o'tganimizda bu yoqda shundoqqina bog' qismi o'zi ko'rib turibsiz, 4 sotiq bo'lgani uchun bog'lari ham kichkina. Bu xonadonimizda gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q. Bu yoq tarafda mana hammom qismlarini o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda katyollar qo'yib qo'yilgan. Chiroyli holatda turibdi. Bu yoq tarafimizda oshxona qismlari, oshxonani yaxshi, chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan ekan. Endi asosiy uyimizga kirib olamiz. Xonaga kirganimizda bu yoqda kirganimizda koridor qismi uzun bitta ayvoncha deydimi? Ayvoncha qismi. Shundoqqina chap qo'limizda uzun katta zallari bor ekan. Remontlarni ko'rib turibsiz, ozgina ta'mirtalab, o'z didizga moslab oladigan odam chiroyli qilib remontlarni qilib olsa bo'ladi. Undan o'tganimizda 3-xonaga kelamiz. 3-xonamiz yotoqxona qismi. Ko'rib turibsiz, o'rtacha holatda aytganimdek, o'zlaringiz chiroyli holatga keltirib ta'mirlab olsalaringiz bo'ladi. Gazlarida bu yoqqa katyollar o'rnatib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimiz dokumentlari hammasi joyda, notariusga tayyor. Pastda opsiyada raqam qoldiramiz, egalarini to'liqroq ma'lumot olib, narxini kelishib gaplashib olsalaringiz bo'ladi. Bu videoni Beruniy mahallasidan uchastka qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.